Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir qo'limda karkade gulining hibiskus gulini yaproqlari cho'yi turibdi. Mana chap qo'limda konsentrat turibdi. Ikkitasidan qanchalik tez foydalanib cho'y chiqishligini o'z ko'rsatib beraman. Bismillah. Stakanlarda qaynagan suyimizni quyib qo'yaman, qarang. Soldim karkade cho'yini. Ana reaksiya ketdi. Endi bu ham vaqt ketadi cho'y chiqishiga, rangi chiqishiga. Endi mana tayyor konsentrat. Bismillah. Bu tayyor sahrning sirop, shakar sirop. Hozir men mana shuni qizartirgani 30 gram, 30 milligram konsentratdan foydalandim. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Kelgan mehmonga, mijozlarga qanchalik tez xizmat ko'rsatish mumkin. Bu konsentrat bilan ishlashda vaqtdan yutsa bo'ladi. Mijoz ham qo'liga tayyor choy olib, sразу ichib ketishi mumkin. Shuni men ko'rsatib berishni sizlarga lozim deb topdim. Kim biz bilan ishlamoqchi bo'lsa, kafe, restoranlar mana karkade konsentrati bilan ishlashga tayyormiz. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa kelishib ketishga harakat qilamiz.